Hop, bu joy mana bu tarixiy joy. Tarixiy joyki avval bu joylar avval aytib o'tdik, bu yerda xurmobog' bo'lgan. Mana bu joy masjid o'rni ham atroflar to'liq xurmobog' bo'lgan. Xurmobog' bo'lib hamki bu bir odamning xurmobog'i atrofi o'ralgan xurmobog' bo'lgan bu joy. Va xurmobog'da bu hudud bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmobog'ga kirdilarda mana shu joyda o'tirgan ekanlar. Quduq oyog'ini osiltirib shu yerda o'tirgan ekanlar. O'tirganda bir sahoba aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu xurmobog'ga kirdilar va quduqqa yonida o'tirdilar, oyog'ini osiltirib o'tirdilar. Bir sahoba aytadilar, men eshik tagida eshikbon bo'ldim. Kim kirsa xabarini Rasulullohga yetkazib, ruxsati bilan kirgizaman deb eshik turgan ekanlar. Shunda aytadilarki, men eshikda turgan edim. Bir eshik taqilladi. Qarasam Abu Bakr ekan. Ya Rasululloh, kelib Rasululloh, ya Rasululloh, Abu Bakr keldi, kirishga maylimi, ruxsat so'rayapti. Ya kirsin va jannatni bashoratini bergin degan ekanlar. Hali vafot qilmasdan turib, jannatni bashoratini olgan zot Abu Bakr Siddiq roziyallohu avvali mana. Kirsin va jannatni bashoratini bergin. Kirdilar, Rasulullohning o'y tomonida o'tirgan ekan. Yana ancha muddatdan keyin biroq kirishga izn so'radi. Kim ekan? Umar ekan, ya Rasululloh, kirishga izn so'rayapti. Kirsa maylimi? Ha, Umarga aytgin, kirsin va jannatni bashoratini bergin. To'g'ri keldilar, Rasululloh chap tomonga o'tirdilar. Ancha muddat o'tgandan keyin yana eshik taqilladi. Kim? Usmon roziyallohu anhu kirdilar. Aytdilar, kim? Usmon keldi, kirishga izn so'rayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirsin, Usmonga aytinglar. Usmon roziyallohu ham va Usmon kirsin, jannatni bashoratini bergin. 3 insonga mana shu joyda turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatni bashoratini bergan quduqning o'rni bu joy. Endi to'g'ri kirib keldilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Usmon roziyallohu kirib kelayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kiyimlarini o'nglab, oyoqlarini ancha-muncha yopib, o'zini o'nglab olgan ekanlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'ri kelgan ekan. Sab isbir, ba'din, isbir, daqiqa. Daqiqa. وقف فينا 5 دقائق. وقف فينا حنا نبغى نروح، هذا مكان ليس لك الحرم. لا وقف على الجنب، مش قاعد يا كتاب. تبغى تخطب وقف على الجنب، الناس كلها يبغى يجي ياخذ مايل هوب مايل خلاص شكرا. الان عيد خلاص. Hop, tushundinglar ha? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu joyda turdilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu joyda jannatni bashoratini berdilar. Endi va bu joyning nomini asli islomdan avvalgi bo'lgan quduq, bu joyning nomi esa Berul Aris bo'lgan avval. Endi qachonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyga keldilar va bu joy keyingi tarix bo'ldi. Keyingi xulafoi roshidinlar bu joyga kelib turadigan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir uzuklari bor edi. Uzugiga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh yozilib bor edi uzukda. Endi bu uzuk Rasululloh vafotidan Rasululloh buni uzukni muhr qilib bosardilar. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qiluvdilar, uzuk Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'tdi. Uzot vafotidan keyin Umar vafotidan keyin Usmon roziyallohu anhuga o'tdilar. Gapiryapti, masala qilyapti, turib turing hozir aka. Daqiqa sabr turing, sizlar bor, onalarga o'xshamang. O'zimiznikisiz. Xola qildi. Tek turing, bir pas turing jon aka. Ozgina. Gapim tugatib olay, tarixiy joyda siz bilsangiz bular bilmaydi-da. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun ko'm verildi-da bu quduq? Nima uchun ko'm verildi? Shuni aytib beryapman hozir. Shuni sabr qilib tursangiz aytib beraman, ketamiz. Menga ham zarur emas. Endi qaranglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafotidan keyin uzuk Abu Bakrdan Umar roziyallohu anhudan Usmon roziyallohu anhu o'tgan ekan. Qachonki Usmon roziyallohu anhu mana shu joyga Rasululloh odati bo'yicha shu quduqqa keluvdilar. Rasululloh Usmon roziyallohu anhuning qo'lida turgan uzuk harakatlandi va quduqqa tushib ketdi deydi. Rasulullohning uzugi quduqqa tushib ketdi. Mana shu quduqqa tushgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uzuklari quduqqa tushib ketdi. Istaylik deb sahobalar bilan birga istagan ekan quduqni. Quduqni istagan ekan. Quduqni shunchalik istadiki, suvni olib chiqarverdi suvni ham. Lekin uzuk topilmadi. Shunda Usmon roziyallohu anhu buyruqlari bilan quduqni yoptirib yuborgan ekan. Nima uchun? Rasulullohning uzugi turgan quduq deb keyinchalik yoptirib yuborildi. Xullas kalom, qachonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzugi yo'qolgandan keyin Usmon roziyallohu anhuning zamonidagi fitnalar o'sha zamonda paydo bo'ldi. Fitna ko'payib ketdi o'shanda. Xullas kalom, bu tarixiy joy. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. O'sha kundan boshlab mana yozib qo'ygandek, avval Berul Aris deyilgan, keyin esa Berul Xotamga aylangan, qachonki bu joyga uzuk tushgandan keyin.
mo'tabar joyga keldik. Amin. Bilaylik, Rasululloh ham tomonda turgandir, yo bu tomonda yo'q. Qayerda bo'lsa-ki, sahobalar, mo'tabar zotlar, jannat basharot bo'lgan zotlar kelgan joyga kelib turibdi. Amin. Kelgan joyda qadamimiz tegib turibdi. Bu zotning qadamiga bizni qadamimizdan mos kelsin. Bu zotning yo'lidan yurish nasib etsin. Oxir damda Robbim iymonimizni o'zimizga hamroh qilib, u zotga haqiqiy ummat qilsin. Alloh. Salom. Alloh salomat qilsin. Endi yuraveramiz. Ayollar nay tomonga. 2 rakat avval tahiyyai masjid, orqasida 2 rakat